Bizda 4-dars 2 xil tezlikdagi harakatga doir matnli masalalar 11-14 betlar. D2 5 topshiriqdan boshlayman. Xo'p, aytyaptiki, Yusuf tog'a 15 km/soat tezlik o'zgarmas tezlik bilan 30 minut yugurib X nuqtadan Y nuqtaga bordi. U yo'lini davom ettirdi va 12 km/soat o'zgarmas tezlik bilan 25 minut yugurib Y nuqtadan Z nuqtaga bordi. X va Z nuqtalar orasidagi masofa qancha deyilgan. Xo'p, keling, mana bu birinchi holatda Yusuf tog'a X nuqtadan harakatni boshladi. Hop, mana bu nuqta. X nuqtadan u Y nuqtaga bordi. Mana bu Y nuqta. Y nuqtadan esa Z nuqtaga bordi. Hop, mana bu Z nuqta. Hop, e'tibor bering. Mana bu X nuqtadan Y nuqtagacha bo'lgan oralig'ida 15 km/soat tezlik bilan yugurdi. Hop, va qancha vaqt yugurdi? 30 minut. 30 minut. Y nuqtadan Z nuqtaga esa 12 km/soat tezlik bilan yugurdi. Qancha vaqt yugurdi? 25 minut. Hop, bizdan masala shartida so'rayaptiki, X nuqtadan Z nuqtagacha bo'lgan masofani topishimiz aytilyapti. Hop, masala juda oddiy, faqat e'tibor beradigan jihat bor. E'tibor beradigan jihat mana bu minutlar. Ya'ni tezligimiz bizda qanday berilgan? Kilometr/soatda berilgan, lekin vaqtimiz minutda berildi. Demak, mana bu vaqtni minutdan soatga o'tkazib olishim kerak. Demak, birinchi holat. X dan Y gacha bo'lgan masofa uchun hisoblayman. 30 minutni soatga o'tkazish uchun nima qilaman? 60 ga bo'laman. Natija 30 taqsim 60 yoki hop qisqartirib olaman 30 ga 1 taqsim 2 soat. Demak, qanday yugurdi? 15 km/soat ko'paygan 1 taqsim 2 soat. Demak, bu 15 taqsim 2, mana bu soatlar qisqarib ketgan hisobi kilometr yoki 7,5 kilometr deyishimiz mumkin. Bu X dan Y gacha bo'lgan masofa. Ikkinchi holatda Y dan Z gacha bo'lgan masofani hisoblashim kerak. Y dan Z gacha qanday yugurgan? 25 minut yugurdi. 25 minut. Hop, buni endi soatga qanday aylantiraman? 25 taqsim 60 bilan, ya'ni 60 ga bo'lib o'raman. Hop, bu vaziyatda 5 ga qisqartirishim mumkin. Qisqartirsam 25 5 ga bo'lsam 5 dan 60 dan 12. Demak, 5 taqsim 12 soat. Va endi masofani hisoblayman. S barobar 12 km/soat ko'paygan 5 taqsim 12 soat. Soatlar qisqarib ketadi. 12 bilan 12 ham qisqarib ketsa, bizda nima qoladi? 5 kilometr degan javob qoladi. Va endi qo'shaman. X dan Z gacha bo'lgan masofa har ikkalasini yig'indisi aytang. Ya'ni 7,5 kilometr qo'shilgan 5 kilometr. Natija 12,5 kilometr. Javobni yozib qo'yaman. X va Z hop, nuqtalar orasidagi masofa, nuqtalar orasidagi masofa